Agar hozir kinofilmni tavsiya qiladigan bo'lsam, bu eronlik rejissyor Majid Majidiyning Osmon bolalari filmi. Bu film 1997-yilda suratga olingan Eronning o'zida va Eronda yashovchi oddiy oila haqida hikoya qiladi. Film nimasi bilan sizni e'tiboringizni qozonadi? Nimasi bilan sizni maftun etadi? Aka-singil o'zini muammolarini shundoq ham yo'qchilik nimaligini juda yaxshi his qilayotgan ota-onasini ayagani uchun ularga bu muammosini aytishmaydi. Ya'ni bu ortiqcha muammo bo'ladi, ota-onamizni dilini ranjitadi deb ota-onani ayash bor. Shu 9 va 7 yasharli farzandlar ota-onani ayash nimaligini bilishadi. O'zini muammosini ana shu muammo poyabzal yo'qoldi, o'zi hal qilishga harakat qilishadi. Hech bir kattadan yordam so'rashmaydi. Yana bir narsa aytib o'tish kerak. O'sha yerda Majid Majidiy yana bir narsani beradi. O'sha Eronda, o'sha davlatda Ali otasi bilan bayram kuni boyroq bir hududga, boyroq bir tumanga pul topish uchun mehnat qilishga borishadi. Va eng qiziq tomoni shundayki, bu aslida bitta davlat, bitta shahar, lekin farqi yer bilan osmonchalik. Orasi ham unchalik uzoq emas va Majid Majidiy o'sha davlatdagi real hayotni, real vaziyatni ko'rsatadi. Va Ali o'sha boy hududni ko'rib, o'sha boy ko'chalarni ko'rib, o'sha hashamatli uylarni ko'rib hayron bo'ladi. Vaholanki bitta davr, bitta zamon, bitta davlat, bitta shahar. Xolos kalon, bu filmni aytib berish niyatim yo'q, lekin bola Ali bosh qahramon filmi so'ngida shu singlisiga oyoq kiyim olib berish maqsadida yugurish bo'yicha musobaqada ishtirok etadi. Bu filmning eng kulminatsion lavhasi hisoblanadi. Buni ta'riflab bergim kelmayapti. Buni o'zingiz tomosha qilishingiz va o'sha yerda Alining xayolidan kechayotgan narsalarni o'zingiz his qilishingizni xohlardim.